alaykum. Shu bugun mana Xudo xolisa ertalabda Xudo ish o'nglab qolsa ish chiqarmasdi. Opod mana ertalab ham o'shani e'lon chiqardim. Mana Opod Chortoqdan keldilar. Xudo xolisa 06 ni berib, 01 ni mana to'lagan ekan, 01 ni. Xudo xolisa o'rinbosar barda qilib berdi. Ustidan 400 dollar bergan bo'ldilar. Mo'shtam 1686-yil 06 ni berdi. Bu mo'shtam o'q qilibdi. 300 dollar pul berdilar, yana 100 dollar deb Xudo xolisa. 5-ga va'da qildilar, ustidan 400 dollar berdilar, ish bitib ketaverdi. Sizga o'xshagan insonlarni ham ishini bitkazamiz, Xudo xolisa. Keling, liboy xizmat bo'lsa, sheydamiz. Barter xizmati bizda bor. Opoda Xudo xolisa yaxshi ekan-a, mo'shda, ko'rdingiz-a? Alloh taolo diydoriga mushab, tinchlik xotirjam bo'lsin. Har bandani topgani Xudoyo to'yga buyursin. To'ydan ortgani bizga o'xshab hajga berib kelishni o'zlari. Allohu akbar. Tenjingiz sog' bo'lsin. Tinch salomat bo'lsin. Yaxshi to'lang. Muborakazim bersin, 5-kuni Xudo xolisa siz bilan ko'rishamiz to'xtamda. Lekin o'sha ham bo'ladi. Ha, dokument